Assalomu alaykum, hurmatli kanal kuzatuvchilari, sog'misizlar? Yurtimizni tinchligini ko'zlaymasin, yurtdoshlarimiz sog' salomat bo'lsin do'stlar. Ellikqal'a tumani Bo'ston shahrida reyd tadbirlari turilib turibdi. Bu yon taraf bo'lsa zavodga yetish, ya'ni Erizon tarafi. Shoda Maftuna to'yxonasining yonida reyd tadbirlari bo'lib turibdi. Ehtiyot bo'lamiz, ko'chaga bezakment chiqmaymiz. Xohlasa bezakment transport vositasini boshqarmaydi. Shuni ham yaxshi. Yana xavfsizlik. Hop do'stlar, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Shunday Ellikqal'a tumanida reyd tadbirlari o'tirilib turibdi.